Mirzo Ulug'bek tumanida yana bir hashamatli uyimizga tashrif buyurganmiz. Bu uyimizda hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim deymizda. Shundoq kiramiz. Uyimiz 6 sotuvdan iborat, mansarda qismlari ham qilib ketilgan. Общий uyimiz 4 уровеньdan iborat bo'ladi. Podvol qismi 1-qavat, 2-qavat va mansardning zonalarini qilib ketilgan. Mana buni ko'rsanglarchi, ko'rasizmi? Bu yerda alohida bitta mashina qo'yib qo'yadigan zonasi qilib qo'yishgan. Alohida eng zo'r joylardan biri va bu tomonni hozirga tushuntirib borishga harakat qilamiz. Bu tomon bizada yozda foydalanadigan basseynimiz va bu yerda choy ichib o'tiradigan zonasi. Orqa tomoni bizada barbekyu zonalarini ko'ryapsiz. Orqa tomoni barbekyu zonalari ham eng zo'r yechimlar qilib ketishgan. Yuringlar, endi sizlarga uyimiz ichi qismini ko'rsatamiz. Uyimiz narxi 2.300.000 dollar deb aytilyapti. Uyimiz eng premium rayonlardan biri, Mirzo Ulug'bek tumani Darxonda joylashgan. Uyimiz haqiqatda aytaman sizlarga. Bunaqa uy kamdan kam holatda chiqadi va odam o'zligi uchun qilishadi. Uyimiz shunaqa kirganinglarda ko'rsanglarchi, bitta kattagina hol kutib oladi, ko'ryapsiz. Bu yerda bemalol koridor qismi bo'ladi. Bundan foydalansanglar bo'ladi. Sizlar yuringlar. O'ng tomondagi xonaga kiramiz. O'ng tomondagi xonasi bu gastovoy xonasi, mehmonlar uchun kutib oladigan zonasi. Mana buni ko'ryapsizmi? Shunaqa zo'r qilishgan. Yuringlar, endi keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Shundoq keyingi xonasiga shundoq o'tamizda, mana bu xonasini ko'ryapsizmi? Bu xonasini men sizlarga oxirida ko'rsataman. Videoni o'tkazib yubormang. Yuringlar, bu xona nima desanglar, ayollar sevadigan xonasi bo'ladi. Bu bizani 1-qavat uchun gostivoy sanuzul qismi. Va bu tomoni bizada 1-qavat uchun ota-onalar uchun yotoqxonasi bo'ladi. Orqada oynalar tashab ketilgan. Yuringlar, keyingi xonalarga o'tamiz. Mana bunga e'tibor beringlar. Bu bizning 2-qavat qismiga chiqib ketadigan zonasi va podvolimizga tushib ketadigan zonasi. Ko'ryapsizmi? Mana bu joy prostransiyasini qottalik qilingan va mana bular hammasi toza yog'ochdan ishlatib ketilgan. Uyimiz har bitta tomoniga e'tibor bering. Eksklyuzivniy xonalardan biri bo'ladi. Bu tomoni endi sizlarga yuringlar. Oshxona qismiga o'tamiz. Mana bu bizani oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizni ko'ryapsizmi? Shunaqa chiroyli qilib qo'yishgani. Mashalloh deb qo'ying. Inshaalloh hammamizga bunaqa uylar nasib qilsin. Bu uyimiz 2.300.000 dollar deb startviy narx aytilyapti. Eng zo'r yechimlardan biri. Past telefon nomerni qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqib, o'zingizlarning ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat.